Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga navbatdagi klassik uslubda ishlangan loyihamizni tanishtirmoqchiman. Loyihamiz ikkita ko'chani kesishuviga joylashgan. Xalq tilida o'lovoy joy deydi. Uyimizni ete tarafga joylashtirganmiz. Loyihamiz haqida gapiradigan bo'lsak, loyihamiz Surxondaryo viloyatiga qilinyapti. Hozir eskiz jarayonda, chizmalarni oxirgi bosqichga yetib qoldi. Shunday bo'lsa-da, sizlarga loyiha haqida gapirib bermoqchiman. Loyihamiz 11 sotu yer maydoni tushgan. Yerimiz to'g'ri burchak emas. Uyimizni game plani haqida qisqacha gapiradigan bo'lsak, demak, mana ikkita ko'chani kesishuvida joylashgan. Yerimiz to'g'ri burchak emas, yon taraflari qo'shnilar bilan o'ralgan. Demak, asosiy ko'chadan qaraganda o'ng tarafdan darvoza bo'ladi, navesga ikkita mashina sig'ish imkoniyati ega. Shuningdek, yana bitta qo'shimcha kalitka eshik bo'ladi mehmonlar uchun. Kelganda binoni old fasaddan shu chiroyli ko'rinish tarafdan chiqishlik uchun shu yerdan qilganmiz. Kirib, favora orqali atrofdan aylanib kirib kelish mumkin bo'ladi. Demak, uy egalari ham kirib kelganda bemalol navesdan kirib, xohlasa oshxona orqali o'tib ketsa ham bo'ladi, xohlasa bu yerda yon tarafdan o'tib, umumiy hol orqali uyga kirish imkoniga ham ega. Demak, hovlida bu yerda yozgi oshxona joylashgan. Umumiy tualeti va kladovkasi bilan atroflari ochiq, orqadagi xonalarga yorug'li va havo aylanishligi uchun. Demak, holga kirganimizda katta chiroyli paradniy hol kutib oladi. Divanli zonalari bo'lishi mumkin. Chap tarafda demak, katta mehmonxona, o'ng tarafda umumiy ovqatlanish xonasi va dam olish xonasi birgalikda. Yon tarafda qo'shimcha oshxona berilgan yana. Buni yana nega qilinganligini gapirib o'taman. Demak, uyimiz klassi baland bo'lgani uchun va 3 qavatdan iborat bo'lganligi uchun lift berildi va bu yerda umumiy sanuzel, koridor, demak bu yerda bitta alohida mehmonxona va bu yerda mehmonxona o'zini ichki sanuzeli bilan birga. Bu yerda esa chiroyli aylana zina tepa qavatga va past podvalga tushadigan joy. Xo'p, bu yerda kuxnya nimaga ikkita qilindi? Bu uyimiz 700 kvadratdan oshiq bo'lganligi uchun katta ehtimol bilan bu yerda xizmatkorlar, uy ishchilari ishlashi mumkin. Shunda oshpazlari uy egalariga ko'ziga tushmasligi uchun alohida zona qilganmiz. Ovqatlarni bu yerda bemalol pishirib, yuvib, bu yerdan ichkariga uzatish mumkin. Yo bo'lmasa, uy egalari agar xizmatkor yoki uy ishchilari ishlagan taqdirda, demak, bu yerda o'sha hidi chiqishi mumkin bo'lgan ovqatlarni, boshqalarni bu yerda tayyorlab, bu yerga bemalol ovqatlanib o'tirishlari mumkin. Bu yerda ham chiroyli kuxnya joylashtirilgan, o'zining astrovoklari bilan bu yerdan bemalol foydalansa bo'ladi. Xo'p, ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, demak, o'sha fasadda chiroyli chiqqan shu ikkita aylana zina tepaga ko'tarilib, balkonga tutashadi. Demak, bu yerdan balkonlar orqali spalniyalarga va umumiy xonaga kirish imkoniga ega. Pastdan, demak, zinadan ko'tarilib chiqishimiz mumkin, liftdan chiqishimiz mumkin. Zinadan ko'tarilib chiqqanimizda koridor, o'ng tarafda umumiy sanuzel, kirganimizda katta stiklanli hol bo'ladi. Demak, mana bu yerda umumiy o'tirish xonasi, shu dam olish divanli zonalari, dam olish joylari bo'ladi. Bu yerda esa balkon ko'rinishda bo'lib, pastda mehmonxona ko'rinib turadi. Bu albatta mehmonxonaga o'ziga xos bir go'zallik, interyerda bir go'zal bir hashamati tuyg'usini beradi. Demak, holdan o'tga spalniyaga kirishimiz mumkin. Katta master spalniy, o'zining ichida garderoblari bilan, sanuzellari bilan birga, spalniy orqali, demak, bu panoramik katta oynalari
balkonga ham o'tishimiz mumkin bemalol. Xohlasak, demak shu zina orqali pastga tushib ketishimiz ham mumkin. Demak bu yerda koridorda detskiy, bu yerda ham detskiy o'g'il bolalarga, qiz bolalarga bo'lishi mumkin. Bu yerda chiroyli qilib bu qiyshuv mana bu burchakli zonalar shkaflar bilan chiroyli to'ldirib bekitib yuboriladi. Bu dumaloq joylari ham albatta o'sha pastki tepa qavatlarda ham chiroyli interyerda shu dizayn o'ylab shkaflar bilan chiroyli qilib to'g'irlab yuboriladi. Loyihamiz qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Agar qiziq bo'lsa, sizlarga podvol bilan 3-qavatda planni ham ko'rsataman. Loyihamiz yoqqan bo'lsa, bu haqida qandaydir fikringlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xudo xolasa, keyingi syomkalarimizda yana boshqa chiroyli loyihalarimiz bor. Ularni ham ko'rsatib, tanishtirib boramiz. Rahmat, salomat bo'linglar.